Yo'qshimizlar do'stlar. Men sizlarning 100 tuban qijiljan do'stinglar yondaman. Turmushimizda chiroq o'chganda har xil ahvollar yuz berdi. Ba'zida Wang Zhening ovozi chiqsa, ba'zida Chizining ovozi, ba'zida Yay Bizang desa, ba'zida o'sriq sadosi chiqadi. Qorong'ulik ba'zi yoshlarga yaxshi dalda bo'lgani bilan ba'zilarga vahima ilib keladi. Kechada chiroq o'chganda qorong'ulikda biror narsa bordek his qilamsiz. Qat'iy ansirmang, cho'shmang, o'diqmang, ham o'zingizni ortiqcha qo'rqatmang. Balkim noit kelsi shu bo'ji bodu. Mana bugungi filmda so'zlaydiganimiz bir Fang Shaishong surmay optopdan qo'rqaydigan o'roq vijik bo'jining hikoyasidir. Hikoyamizning boshlanishi bilan bir chipar qutdak peshonasi bor cho'ngdadash bolasi bilan shoppinglayotgan qilyotdi. Dada, men qo'rqyapman. Opam yaqindan yog'i o'ziga yaqildigan bo'lib qoldi. Voy bolam, ansirma. Opang qachon shu jibo qilyapamdiki? Yo'q dada, opamning yotig'ida odam bodaq qilyotdi. Balam, men hozirla baray. Qeyrig'anda o'zining beshiga bedikuk o'sib kelishidan ansirgan bu dada narsalarni yig'ishtirib uyga qaytadi. Lekin ishxonning qorong'u yerda yo'shinib turgan zilvo bir badan uningga tikilib qarab turadi. Ey, eshakdalaydigan ajoyib narsa-da. Nima shunda aldirganda uchraydigan. Bu chog'da uning quloq tuyiga bir naqsha anglangandek bo'ldi. To'satdinla paydo bo'ldi bir qiz. Maqtab qo'ydim nimandiq shingansiz. Asta içip kirib xonamga, kirib keldi alomat bir qiz. Abla asli bücümüsiz, men sel aldirash qochayman tez. Xapumang acha bo'ldi tonishmayli biz. G'oyib bo'ldi u qiz tez. Oy, u qiz to'satdan g'oyib bo'lib ketdi. Bu qo'yda ko'rinib, qo'yda g'oyib bo'lgan bu qizning uni faqatli qo'yib yetkisi kelmadi. Hamda 5 a'zosini ratlab, qatlab, chiroyli saramjonlashtirib tizib qo'ydi. Apla, bosh personaj o'lib qoldi-ku deb ansirmang. Hikoyamizning bosh personaji tamlarga chapaq rasmini chaplab, yenidagi shapaq yigitini aplab, kelgusimiz parlaq deb boplab, yo'lga soladigan, badaniga gul chekib, kayib bo'lib, pang chekib yursimi, lekin ko'ngli yomon, yaxshi, esil qiz bo'lgan Rebecca edi. Do'stlari uni akiltib Bika deb ataydi. Mana bu yerda Bikaxon chechim mayliq budir yigiti bilan strategiyalik hamkorlikni tugitib, bu qitimqi yig'inning xulosini qilyotdi. Men sizning yigitingizmi emasmi? Yo'q, siz mening aralashayotganlarimning ichidagi eng yaxshisi. Mana bu Bikaxonning yigitlari orasidagi bir qadar vinding yigiti bo'lgan, sochlari vayron, uzundan yoqi quruq nasosda yalurayotgan Jingshin Shaohor edi. Bu yigit Bikaxonning mijozining yo'qligini bayqab, "Men doktor, sizga okul urib saqaytaman" deydi. Bikaxon bo'lsa, chimisuni jiqursa ziyon qiladi deb bu Jingshin Shaohorni yo'lga sepib qo'ydi. Bikaxon Sofiyaning qizi bo'lib, dadasi o'lgandan keyin onasining sarangligiga chidamay uydan chiqib ketgan edi. Shaoshaygo bo'lsa, Bikaxonning ona bir dada boshqa inisi Mardin edi. Mardin yaqindan yog'i opsining yotig'idan chiqqan ovozlardan cho'chib turadi. "Apa, nima ovoz bu?" "Hey balam, kash bo'lganda cho'nglarning ishig'i aralashmay, tezroq uxlang. Bu bo'jining ovozi." "Voy apa, kichik bola emasman. Bo'ji nima ish qilsin?" Mardin endi texnik biologiyalik bilimlarni tushundiray deb turishiga o savdo deb qoladi. Asli dadamning burun balduroq yot balam, har qanday ovoz anglasangmi chiqmajmi degan rost ekanda. Mardin bu bo'jini ko'rib qattiq cho'chib ketadi. Atsi Bikaxon inisining maktab tarafidan chaqirilib, inisining yaxshi o'qimay dars vaqtida uxlayotganligini anglaydi. What? Uxlag'anlar uydagilarni chaqirdigan ish bo'lsa, men o'qiyotgan chig'imda dadam opam maktabda qo'nib qoladi ekanda. Ishonamanki, shu parta o'rindiqlarda mening toshqa aylangan sho'lgaylarim texichi bormiki? Hey Martin, yomon uxlaydigan bo'lib ketibsiz ya? Oqshom jibo qilganmi? Kichikkina turib, qo'y shu do'ying o'yinigacha siyib kirib uxlasangiz umamdi. O'ynasangizmi o'ynang, og'zingizni buzmay o'ynang afkam. Sizga chiqidek yeb baxmdingiz texi tayoqni. Shunga bilmaysiz. Sizning haqiqiy Jingshin Shaohor bo'lganingizga xili baldur. Mardin o'zining amaliyotda kecha bir bo'jining parakandichiligiga uchrab kelayotganligini aytadi. Hamda hadisining uyda xotirjam bir uxlavog'isi borligini deydi. Afkam, adangning uyi texmi varaqchira. Bu chaqda Mardin o'zini parakanda qilayotgan nur ostida jamolni ko'rgini bo'lmaydigan bo'jining asli ismi Nurjamol ekanligini, har kuni soat kash bo'lib, jahon tinjiganda uning chiqib naynaqshib haqqa orom bermaydiganligini aytadi. Bikaxon bo'lsa o'zining uni biladiganligi, o'zining sabiy bola vaqtida
mushundoq parakanchilikka jiq uchrab, shunga uyda turmay sirtqa ko'chib chiqib ketganligini aytadi. Enisining yalvurishi bilan Bekaxon amalsiz enisini opasining indidan ilib ketib, o'zining uyida qondirdi. Yerim kecha bo'lganda, eliq avoq zangi Nurjamol Bekaxonning yotog'ining oldida yerni birni bilan qilib o'ltiratdi. Bekaxon, "Viyay, mendan yo'shirim bu yerim kechada shavka o'yayotgan kimdi?" deb asta yiniga berishiga, "To'satdin, bu bo'ji baul qilib Bekaxonga itiladi." Bekaxon darhol chiroqni yondirib, bu bo'jidan qutulib qoldi. Mana bo'jilar ichidagi kasbiy bo'ji bo'lib, uxlab qolganlarga qat'iy etishmay, asta o'qitib yuragini alatdi. Әтсі әмі işlarga aralashishga amroq bo'lgan bolalarning huquq manfaatini qo'g'dash jamiyati Martinni onasining qishiga ilib ketdi. Bekaxon uyini yig'ishtirgan chaqda polning ostidan bir xatlarning borligini ko'rib qoldi. Polning ustiga Jingshin deb yozilgan edi. Asli bu qizmi bir Jingshin Shoujeje ekanda. Shunday qilib Bekaxon bekor-bekordan o'ziga ish tepilish uchun yigitini boshlab onasining uyiga kelib, bu ishning tegitaktini surishtirmoqchi bo'ldi. Amaliyotda Nurjamol kichigida dadasidan yetim qolgan bir qiz bo'lib, bu qizning nihoyatda oz ko'rilgan ter kesili bor edi. Hamda Nurdan qo'rqaytdi. Bu qiz Bekaxonning onasi bilan Saranglar sanatoriyasida birlikda davolanayotdi. Bir qitimliq davolash jarayonida Nurjamol baxtga qarshi parga aylanib ketdi. Shu kundan boshlab bo'juga aylanib ketgan Nurjamol Bekaxonning onasining soyasida yashaydigan bo'lib oldi. Nurjamolning na'dan na'ga chiqqanligini aniq biladigan onasi o'g'liga tanishtirib qo'ymoqchi bo'ldi. "Balam, hozir ba'zi qizlarning chiroyi ishinib ketgani bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Hammasi girimga ustib ketdi emasmi? Shunga men sana o'zimiz biladigan bir qizni tanishtirib qo'yay. Xosligini saqlab kelayotgan bir isil do'stim bor. Kelin qilib olaymi deyapti, men balam. Opa, men tek kichik uning ustiga toshqan jinda atrofidagi cho'pni yemaydi. Hey, nadan balam. Maladin yaxshidir quvvatli chingtang, tuqqandan boshlaydi qo'yishni beshang deganni anglamaganman. Ha bu tanishadigan shu bilishadiganlar bilan aralashmay kim bilan aralashimiz balam. Opa, undoq qilma. Maqul salbat bashirga. Mening yosh qunchugulimni vayron qilib etma. Hey balam, cho'ng bo'lganda bilib qolsa, chiroqni o'chirib etsa hammasi o'xshash. Martin onasining gapiga kirmay chiroqni yondirib, Nurjamolning g'azabini qo'zg'ab qo'ydi. Qechib hadisining uyiga berib olgan Martin, oxiri sat xotinning qutuldim-ku deb dardini so'zlay deb turishiga, o'ylamgan yerdan Nurjamol kayindan qo'g'lab kelib, bir sabibolni karvatning ostiga so'raydi. Bu chaqda Bekaxonning yigiti, "Qo'yvat, avnar siydi bolani, yomon bo'lsang mangchi qilib baq" deb o'g'il bollig'ini namoyon qilib, ularni qutqizib oladi. "Hay apa, sen bilan paranglashmasam bo'lmaydigan yer ketdi. Do'rangni vaqti diye. Gapning qisqasi, u bo'ji do'stingni yig'ishtirib et." Sen nim demoqchi balam? Aslarni beqib cho'nqigan gunoh menda bo'lgandan keyin, aslar menga vaqiraydigan bo'lib ketdinglar ham deya. Hey apa, men u gapni qilmadim. Nimandaq gap tushunmaysa? Ay, shu balam, gap tushunmaydigan bo'lib qoldik hamda oldinglarda, ha? Sizlarni boqqucha, eshakni boqsam-chu. Opasi bilan gap talishib qutolmagan Bekaxon enisini ilib ketmoqchi bo'ladi. Lekin bu chaqda enisi Martinning mardligi tutib ketib, "Yo'q, men ketmayman. Onamga hamroh bo'laman. Biz ketsak u yolg'iz qolmamdi" deb hadisining taklifini rad qiladi. Mana, esil, haqiqatan menga o'xshash qamlashgan shoy bolalar vafodor ham jasur keladi. Oxiri ular bu uyda tunashni qaror qiladi. Bo'dir yigit bo'lsa, bu qizning kayniga kirib olsam, aman bir ish bo'ladi-ku deb o'zining uzun yillik yalamchilik hunarini ishga silib, uyda qonab qoladi. "Voy, nimacha avar olamiz? Biz bu chiroqlarni ovozli yanadigan qilsaklar bo'lmamdi? Yaxchinim, afsuski, ba'zi kechalarda bir yenib, biri o'chib avar qiladi." What? Bular chiroq jiqli bo'lsa hammish hal bo'ldi-ku deb uyning hamma yeriga chiroq bekitib sham yiqib o'tadi. Nurjamol Şam çıraklık dünyasıda Nurjamol çıkın emdi yaman bolsunuz. Lekin kimmi o'ylasin, Nurjamol Jishovda dengonliq o'qigan bo'lib, bir kuni bilan tamoshani boshlab o'tdi. Hamda nayrangvozlik bilan Bekaxon bilan Martinni ombar uyiga so'lab qo'ydi. Asli jinda mudi tavda shankanda Nurjamolning maqsadi Bekaxonning yigitini boplamoqchi ekanda. Bekaxonning yigiti Nurjamolning do'yinsini ko'rsatib turib, "Siz buningga o'xshamayapsiz-ku" deb qattiq ranjib ketadi. Undaq demisizlar, chiroq o'ssa hammamiz o'xshash-ku debla Nurjamol kayindan qo'g'lashni boshlaydi. "Qochmisizlar jonim, ikkimizla qoldik." "Voy, oldirmang, men mashinada bir narsa vatdi, epli kelay-ya." Lekin Nurjamol bu gaplarga quloq solmaydi. Ambarga so'linib qolgan hadi inishkisi nima qilishini bilmay cho'chib o'ltiradi. "Acha, men bir amal topdim" degan haqini. "Biz do'ying tatib o'ynaylik. Bunda fursat oz uchraydi. Voy, ukam, kichik bo'lgandan keyin kechki telefon o'ynamay, bir o'qishon o'qi." Nurjamol bularni asta qo'rshab kelyotdi. Bekaxonning kallasi tuyuqsiz ishlab, intayin yaxshi amaldan birisi keladi. "Voy, apa! Apa! Voy, apa!" "Pa,
nima degan yaxshi amal. Haqiqatan hech kimning kallasi kelmaydigan amalga. Dal bu chaqda ularni qutqazg'ili keladi. Hamda o'ngishli qalda so'ngrintu qilib etdi. Bekaxonning yigiti takshat gap anglaydigan yigit bo'lib, yaqin kelmang degan bir yig'iz gapiga mit qilmay qarab o'tirdi. Hamda qanday qilish kerak? Bu er talish majrosini qanday oxirlashtirish kerakdi? To'satdan hammishni keltirib chiqargan bu bechara ona paydo bo'ldi. Hamda o'zini qurbon qilish badaliga Nurjamolning jamolini ko'k so'raydi. Mana bu kinomi tugdi. Hamda shuni so'rab boqqim kelyapti. Mush aranglarda qorong'udan qo'rqadigan qizlar bormi? Ya boshqa maqsad yo'q. Shu og'inam so'rab boq degandi.